Assalomu alaykum azizlarim, sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, bugun hovlimdagi, ya'ni tuvak gullarni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Mana azizlarim, mana bu echinopsis guli, mana bunisi petunya, tuvakchak ekkanman. Mana yana echinopsisning boshqa bir turi. Mana dranopsis guli. Mana echinopsisning boshqa yana bir turi. Mana mamaliaro. Mana ko'rib turganlaringizdek hamidoriya gulining och yashil rangi. Shu hamidoriyaning mana to'q ranglisi. Kalanxo'y gullarim. Sariq kalanxo'y. Mana qizil gullisi. Echinopsis boshqa bir tur. Juda ham chiroyli, juda ko'p yillik gul bu. Ko'p yildan beri bor. Mana bitta tuvakka 2 xil echinopsis ekkanman. Juda ham ajoyib. Mana kalanxo'y gullarim kattarib ketgan, katta tuvakda. Mana yana bir bora kalanxo'y, yana u tomonda ham geran gullarim. Mana yaqindagina tuvakchalarga ekkanman. Kalanxo'ylar, denizhniy derevya. Mana denizhniy derevya gulim. Kalanxo'ylar. Gepistrum. Mana gepistrum gulim. Juda chiroyli, ajoyib. Mana dratsena gulimni. Ukini video qilib ko'rsatgan edim-ku. Mana shu gulim. Yana kalanxo'yning boshqa bir turi. Xlorofitum kichkinasi. Mana aloe vera. Mana bu yerda ham har xil aloega o'xshagan gullar. Mana azizlarim, mana bu yerda har xil echinopsis gullarim. Azizlarim, sog' salomat bo'lasizlar. Keyingi videoroliklarga uchrashguncha deb qolaman. Sog' salomat bo'linglar.